Yaxshimisilar do'stlar? Men sizlarning yuzi tuvan Hijiljon do'stinglar yondim-bayon. Filmimizning sizlarga texmi uzun vaqt hamroh bo'lish uchun, sizlarga texmi ko'p, mo'l bo'lgan mazmunlarni suna olishimiz uchun ranjimay, terikmay, zerikmay, erinmay, boshpatda yezig'liq salon numarimizni qochilib olgaysizlar. Chunki salon degan yanada salonda ko'pchilikning kuchlik talabiga asosan bugun sizlarga so'zlaydigan kinoimiz xalqning uyiga bazliq qilib kirib olgan Koreyalik cho'ng Aysoning hikoyasi. Okay. Kinoimiz ekranning sirtig'ich purab ketgan toshga aylangan paypoqdan boshlandi. Kinoimizning bosh personaji Kim oilasidagi kishilar bo'lib, Koreya xalq ko'chisining bulun pushqoqlaridagi hojatxonasi Banchangdan egiz bo'lgan bir uyda qurt qo'ng'izlar bilan tang yashaydigan bo'lib, kordon qatlab kun o'tkazadi. Oilaning sesib ketgan turki, lingshib qolgan ko'riki bo'lgan bolalarning dadisi Kim Bekar apandim, qarmoqqa bekor yurganda qilg'ini bilan amaliyotda haqiqatan bekor yuradi. Bolalarning opsi Koreya Seul shahrining yuqorqi Seul noyasining uyushtirgan güzeller tanlash musobaqasining cho'yin to'p etish turida oltin medal olgan cho'yin to'pni g'azab otadigan xotin Kim otdi bo'lib, har qanday naq ishlarni ko'rsa birga bir otadi. Ularning cho'ng o'g'li Kim Tapti bilan kichik qizi Kim Shutu nihoyat iqtidorli bekorchi yoshlardan bo'lib, o'zining maktabda o'rgangan bilimlaridan to'liq foydalanib, uydagilarga yordamlashib, kordon qatnashib beradi. Mushunda ma'nili kunlarning birida bir zaboy kelib, ularning deresiga belgi qo'ymoqchi bo'ladi. Nima ish qilyapti-da, avay? Voy, tongay yonchug'idan bir to'lishli narsa chiqadi-ku. Birasinglar chiqib qo'g'laysanlarmi-da? Meni urib ketsa qanday qilaman? Va bo'ldi, o'sha turib isqotib beraydi, ishni tugatsin boldiroq. Aqdı daryaları sulri süzük yalrida tamasha oynang tuzuk. Dal bu paytda Kim Taptining yaqin og'inisi Kim Bo'g'iti paydo bo'ladi. Yo'q, qozonni tutsan qor chiqidi, tamog'i siysan yor chiqidi degani anglamaganmi? O'taverma yoqqa. Bu gapdan cho'chib ketgan mas asta ketib qoladi. Kim Bo'g'iti Kim oilasidagilarni yo'qlab kelib, ularning ishlarining utuqliq, beshidagi g'amlarning ozishini chin ko'ngildan tilab, toshdan birini sovg'a qildi. O'sha adash, yaxshi tanishib qoldik. Mazgag'imgina adash, biz tanishgani 10 yil bo'ldi. Adash, men qiqqas xizmatdan birini deb qo'ydim sana. Bir dahshat boyayning qiziga ingliz tili o'tsa. Nima deydigan sen adash? Mening saviyarimni bilmaydigandek. Adash, uningdan ansirma. Bilmasang, biladigan qiyofatga kirib olsang bo'ladi. Oh yes, come on. Ugunib olsang, bo'ldi, ashdan tamoman chiqsa. Bu xizmatni qo'lga o'ngishli elib olish uchun Kim Tapti o'zining g'azab shutu qiladigan singlisi Kim Shutuga saxta diplom yasaqizdi. Atsi Kim Tapti boylar mahallisidagi Pak jamoat qasriga dars o'tkazib boradi. Filmning keyingi qismini oldin ko'makchi bo'lsangiz, boshpatda yizig'liq salonimizga kiring.